Xo'p, keyingi darsga o'tamiz. Bu darsimizda CRM'dagi воронка bilan tanishib chiqamiz. Bizda CRM воронкamiz xuddi shunday holatda joylashgan bo'ladi. Bizda har bitta stejga o'tkazilgan vaqtda avtomatik vazifalar yaratiladi. Undan tashqari biz o'zimizga o'zimiz vazifalar qo'shishimiz mumkin. Bu activity qo'shish orqali mijoz talabi aniqlanmoqda, taklif tayyorlanmoqda, taklif yuborildi, taklifga o'zgartirish kiritilmoqda, muzokara bosqichi, g'alaba, fon va boshqa turli xil stejlar mavjud bo'ladi. Bu sotuv воронкamizni tashkil etadi. Xo'p, biz istagan vaqtimizda lead qo'shishimiz mumkin. Ya'ni xuddi shunday holatda, misol uchun falonchi kompaniya xuddi shunday olib boriladi. Leadni prioritetini qo'yishimiz mumkin. Ya'ni prioriteti qo'yilgan lead yuqorida ko'rinib turadi. Undan tashqari vazifalar qo'shganimizda vazifalar avtomatik bu qismda ko'rinib turadi va chatter qismida ham ko'rinib turgan bo'ladi. Xo'p, bizda yuqori qismda uchrashuvlar, iqtiboslar va o'xshash mijozlar. Ya'ni bizda biz qandaydir miting yoki bo'lmasam qo'ng'iroq tashkil qilsak, bu qismda kalendarga belgilab qo'yamiz. Undan tashqari iqtiboslar qismida tijorat takliflari saqlanadi. Ya'ni shu mijozga bergan tijorat takliflarimiz. Undan tashqari o'xshash mijozlar qismida biz xuddi shunga o'xshash leadlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bizda ikkita xuddi shunday lead bor. Ushbu darsimiz shulardan iborat.